Qof harfi turkiy elatlar uchun unchalik qiyin bo'lmagan harflar sirasiga kiradi. Ya'ni bizda q tovushi bor. Ana o'sha q tovushiga arab tilidagi qof harfi mos tushadi. Lekin qof harfini arab tilida boshqa bir elatlar, ya'ni masalan rus zabonlarida qof harfi, ya'ni q tovushi bo'lmaganligi uchun qof harfiga biz bir qo'shimcha sifat beramiz. Ya'ni bu sifatimiz qalqali. Qof harfimiz sukunli holatda bo'lganda, ya'ni aqo tebratish lozim bo'ladi. Ya'ni bu narsa qof harfi, ya'ni q harfi, q tovushi bo'lmagan tillarda k tovushiga almashib qolmasligi uchun uni sukunli holatida qalqali qilish lozim bo'ladi. Ya'ni aqo. Qof harfini mahraji til tubi eng oxirgi qismi tanglayga tegish orqali portlab chiqadi. Ya'ni aqo. Til tegadi va qalqala bo'lgan paytda zudlik bilan uziladi. Aqo. Jag'larimiz ishlamaydi. Qalqala bo'layotgan paytida jag'lar o'z holatida qoladi. Ya'ni aqo. Faqat tilni o'zi bilan qalqala qilinadi va qof harfi yengilgina qo qilib uzib olinadi. Va harakatli holatida qi shaklida o'qiladi. Ya'ni bu narsa o'zbek tilida biz uchun qiyin emas. Qof harfini sifatlariga to'xtaladigan bo'lsak, qof harfi yo'g'on o'qiladigan, ya'ni isti'lo harflar sirasiga kiradi va fathali shaklida ya'ni qo shaklida talaffuz qilinadi. Va ikkinchi sifati jahr, ya'ni havosiz talaffuz qilinadi va uchinchi sifati shidda, kesish, ya'ni to'xtalish holatida. Jahr va shidda sifatlari birlashadigan bo'lsa va ularning natijasida to'rtinchi sifat, ya'ni qofning qalqala sifati vujudga keladi. Ya'ni aqo shaklida talaffuz qilinadi.